ishlamasammi bilayin. Onasi esa shuni ham o'zini ham bilasiz, suka custom brikda keladi, bergan puli 10 ming pul bilan. Oyog'in tagida Toyota bilan yana. Alo. Do'stim, yaxshimi, zo'rmisan? Kvartira olgandim, shuni remontga bergandim, shu ishchilar oldiga kelyapman. O'zimizdan Ilhom Moskvani ishga qo'yganman. Bugun pul ber degan, uyga jo'nataman degan, hozir pulim kamroq, endi ishini birinchi pisini topib kamroq pulni beramizda, tilini qisiq qilib qo'yib. Endi biron ishidan biron kamchilik topib kamroq pul beramiz-da, ishini oldin ko'raylik-chi. Sen nechta bolam pulni bermading? 10 ta. Men ham bir narsa deb Ilhomda hozir men ishidan oyib topib, nima deydi? Kamroq pul beraman-da. Bu pulni biz ham shipirib olyapmizmi? Biz agarki har bir ishchiga pul bersak, biz o'zimiz nima qilamiz? Kissamizga ishlashimiz kerak. Bismillah. O'zingda uying bo'lsa mazza-da. Ilhom qayerda ekan? Bu hamma taraf bardak bo'lyapti, yana menga pul ber deb chaqirganiga o'ylayman buni. Siz yeglar yaxshimi? Ishlayapman mayda-mayda. Bugun pul olishim kerak, burgada kelish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rais bova, yaxshimisiz, kiyimsiz? Bo'ladi. Qanday ishlar tugatding deb qoldingmi? Inshaalloh mana shu yer qoldi. Shuni o'rsam tamom. Bugun pulni berasiz-da nasib bo'lsa. Pul Bundan so'ng bersangiz, uydagilar bilan o'z gaplashdim, pul deyapti. Pul kerak ekan. Pul olish uchun, oylik olish uchun mehnat qilish kerak, jigar. Mana qilyapsiz-ku mehnat. 3 oydan beri bitirganing yo'q. Men qanday ozgina qoldi, rais, ozgina qoldi. Mana shu yerda ursam tamom. Tugatsang polni rashid qilamiz. Shunda pulni ishni davom et. Ertadan keyin patent berishim kerak. Men bilmayman. Uyga jo'nataymi? Pul hammaga kerak. Men bilmayman. Ishni tugatsan, menga telefon qilasan, pulingni beraman. Yana men ishingni qabul qilsam. Davay, ishingga omad, men ketdim. Yaxshi qara. Bilet, 10 ming rubl pul berib ketdi. Erta patent berishim kerak. Uydan pul deyotibdi. Mana sen ish вообще bilan 2 oy bo'ldi ishlayapman, bergani 50 ming pul. 5 ming, 10 ming. Ishlasammi, ishlamasammi bilayin. Onasi esa shuni ham o'zini ham bilasiz, suka custom brikda keladi, bergan puli 10 ming pul bilan. Oyog'in tagida Toyota bilan yana. Ketaman ishdan. Misafirlarına yediler, yollardan işbasan dediler. Yalnızlık bağına liberal, şöyle yanılırmaz dediler. Anasını sordular.